Bu narsani nimaligini bilasizlarmi? Lekin bu narsani anchadan beri mana kuzatuvchilarimiz yaxshi bilishadi. O'rtoqlar, bu ko'rib turganingiz programmator bo'ladi. Ya'ni sug'orish tizimini avtomatlashtirish uchun kerak bo'ladigan narsa bo'ladi. Xonadonlar uchun juda ham zo'r yechim bo'ladi. Qulaylik taraflari nima deydigan bo'lsangiz, buni internet orqali dunyoni qaysi burchagida bo'lishingizdan qat'iy nazar, uyingizdagi deylik gazollaringiz, daraxtlaringiz shularni avtomat holatda yoqib o'chirishingiz mumkin yoki-da belgilab qo'ysangiz bo'ladi vaqtlarini. O'sha kerakli vaqtda o'zini xullas sug'arib qo'yadigan aqlli programmatorlarimiz bo'ladi. Endi o'rtoqlar, gap bu haqida emas, buni men sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Lekin bundan buni nima farqi bor deydigan bo'lsangiz, o'rtoqlar, bu programmatorimiz 4 ta zonali bo'ladi, lekin bu Bluetooth orqali ishlaydi. Telefonda endi masofamiz yaqinroq bo'lishi kerak bo'ladi buni boshqarishimiz uchun o'rtoqlar. Xo'p, ko'rib turganinglardek bu 4 ta zonali va buni eng qulay tarafi nima deydigan bo'lsangiz, buni ham o'ziga yarasha qulay tarafi bor-da. Masalan, o'rtoqlar, qulay tarafi asosan tayyor bitgan uchastkalarimiz bo'ladi-yu, remontla qilib qo'ygansiz, kerak bo'lsa mana bitta dona turbani o'sha o'zingizning zeleniy zonangizga olib chiqib qo'ygan bo'lsangiz, yashil maydoningizga. Ana o'sha yerda endi deylik gazolni ekib qo'yganmisiz, daraxtlar bormi, gullaringiz bormi, shularni avtomat holatda sug'arish xohlayotgan bo'lsangiz, bu zo'r решение bo'ladi. Chunki siz burchatkalarni buzib, ertaga kabel simlarini o'tkazmasligingiz uchun juda ham zo'r yechim bo'ladi o'rtoqlar. Klapan deganda mana bu narsalar bo'ladi. Bu klapan kran bo'ladi, avtomatik bo'ladi. Masalan, bu buyruq beradi, suvni ochadi, bu buyruq beradi, suvni yopadi xullas. Shundaylar o'rtoqlar, shu kranni avtomatik holati klapan deyiladi. Magnetli klapan ham desak bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, bunimiz 4 ta klapanni bitta vaqtda ishlatishga kuchi yetadi. Bluetooth orqali ulashib bo'ladi. O'zining maxsus prilojeniyasi bor. Kelinglar, men sizlarga shuni ham ulashni ko'rsatib qo'yaman. Rainpoint Home degan prilojeniyasi bor. Mana shuni ochamiz, kelaylik, shuni hozir birgalikda podключение qilamiz. Plus belgisini bosishimiz bilan endi buni BT degan knopkasi bor. Shuni ozgina bosib turamiz. Mana bu yerda o'zini ko'k chirog'i migat qilishni boshlamagunicha. Xo'p, mana oldin yoqib olishimiz kerak ekan. Mana hozir bosib turamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ko'k chizig'i chirog'i yonib o'tishni boshladi. Bu yerda обнаруженное устройство deyapti. Уже mana qaranglar, topib qo'ydi. Plusni bosamiz. Endi mana shu zagruzka to'lgunigacha biroz vaqt kutib turamiz. Endi bu yerda o'rtoqlar ulanishlari ham juda oddiy, oson. Buni ichida ko'rib turganingizdek mana bitta qora, 4 ta qizil va 2 ta sariq simi bor. Endi qora simlarimiz bu bitta dona 0 degani, 4 ta qizil simimiz bu klapanga ketadigan, har bir klapanga ketadigan plus simlari bo'ladi. Endi biz hozir bitta 0 ni deylik, men 2 ta klapanga uladik va alohida 2 ta simidan foydalandik. Qolgan 2 tasi esa mana bo'sh holatda turibdi, ko'rishimiz mumkin. Endi ishlatib ko'ramiz. Qani o'rtoqlar, keldi. Mana hop, tayyor deyapti. Ptichkani bosamiz. Mana zagruzkamiz tayyor bo'ldi. Ochildi oynamiz. Kelaylik, endi shuni ruchnoy holatda yoqib ko'ramiz. Birinchi zonani yoqib ko'ramiz. Mana sizlar bilan birgalikda подтвердить degan knopkani bosishimiz bilan mana buni ovozi chiqadi. Shaq etib klapan ochiladi. Eshitamiz. Mana, eshitdinglarmi? Mana bunimiz birinchi zonamiz bo'lar ekan. Endi buni o'zingizlar qo'lda yoqib o'chirish emas faqat. Endi buni kelajakda siz vaqtga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, belgilab qo'yilgan vaqtga o'shani avtomatik holatda o'zi yonib, o'zi o'chsa ham bo'ladi. Endi kelinglar, shuni vaqtga qo'yishni bosamiz. Buning uchun bizda mana bu plan degan knopkasi bor. Shuni bosamiz va tepada plus belgisini bosamiz. Endi bu yerda qo'yilayotgan vaqt, deylik, har kuni ertalab 8 da yoki kechqurun 10 da yonsin deylik, har kuni kechqurun 10:00 da. Mana bu yerda каждый день degan joyi bor, ko'rib turganinglar, har kuni degani va endi shuni qaysi zona yonsin deyapti. Bu yerda 4 ta zonamiz bo'lgan hisobiga kelinglar, birinchisiga qo'yib ko'ramiz va 10 daqiqami, 15 daqiqami qancha vaqt yonishini belgilaymiz va ptichkani bosib yuboramiz. Endi men yana bitta mana shu ptichkani bosishimiz bilan har kuni soat 10:00 da klapanimiz shu qo'yilgan vaqtda ishga tushadi va vaqt tugagandan keyin suvni o'zi avtomatik holatda o'chirib qo'yadi. Endi bunimiz IP68, ya'ni bu klapanlar qayerda bo'lsa, mana shu qurilmamiz ham o'sha yerda bo'ladi. Buni yana qulay tarafi nima deydigan bo'lsangiz, bu batareykada ishlaydi. Hozir men kuchim yetmadi, ichi ochiladi. Oddiy palichkali 4 ta dona batareyka qo'yamiz. Yaxshi batareyka qo'yadigan bo'lsa, bitta sezonda bemalol ishlab berishga kuchi yetadi. Shunaqa mahsulotlarimiz sotuvda bor o'rtoqlar, kerak bo'lsa kelaverasizlar. Narxini ham aytib keta qolay o'rtoqlar. Hozirgi paytda buni narxi 650 ming so'm. Kelaverasizlar.